maqsadingga yetasan. Boss, bu lavina. Bu videoda biz eksperimentlar challenge-ni olamiz va bu challenge-imizda 3 ta raund bo'ladi va har bir raundda biz o'zimizga tavakkal tushgan noodatiy eksperimentlarni real hayotda xuddi videolarnikidek o'xshaydimi yo'qmi shuni sinab ko'ramiz va agarda o'xshasa biz 1 ball olamiz. O'xshamasa esa 0. Va o'sha raunddan keyin video oxirida kim kam ball yig'sa, o'sha Ommaxon kanalining eng omadsiz odami bo'ladi va obunachilarim bitta topshiriqni bajaradi. O'ylashim bo'yicha hammalar qoidalarni tushundinglar va demak endi navbat videoni boshlashga. Hammaga salom o'rtoqlar, men hozir Vyetnamdaman va shuning uchun ham bir hafta meni YouTube kanalimga video chiqmadi. Va men mana shu Vyetnamdan turib, mana bu tabiatni qaranglar. Mana shu yerdan turib sizlarga meni YouTube kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolmoqchiman. Chunki o'rtoqlarim, agarda sizlar meni YouTube kanalimga obuna bo'lsanglar, men sizlarga juda ham qiziq videolarni har kuni chiqarib kelaman va itak meni kuzatib borishlar ichida juda ham ko'p foizi obuna bo'lmasa ham kuzatadi. Davayki mana shuni to'g'rilaylik. Shuning uchun o'rtoqlarim, davayki obuna bo'linglar. Mana gulchamni qaranglar. Shunaqa qarash Vyetnamda, shunaqa vibe'da, mana bunaqa chiroyli joylarda hozir dam olishdaman va bu dam olishdan chiqib reyskistalik YouTube video olib, polislarga qo'yib beraman. Shu uchun albatta o'rtoqlarni kuzatib boringlar. Va endi bo'lmasam challenge-imizga qaytamiz. Birinchi raund. Va endi bo'lmasam birinchi raunddan boshlaymiz va biz o'zimiz tekshirib ko'radigan eksperimentlarni idishchaning ichidagi qog'ozchalardan emas, mana bunaqa 9 ta konvert bor. Chunki, 3 ta raund va 3 ta ishtirokchi, ya'ni 3 ko'ruvchi nechta? 12. Da, shuning uchun ham bizga 9 ta konvert kerak bo'ladi. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar mana shu konvertlarning ichidan ketma-ketligini aralashtirib tashlagan holda sekin-sekin o'zimizga tushadigan eksperimentlarni tanlab olamiz. Va bizda shuncha konvert bor va bunchadan tanlasardi. Xohlaganingni. Dayman shunisi. Bo'ldi. Ochma. Va endi maqsud tanlaydi. Xo'p. Va men esa mana shu rovni o'rtaga tanlayman. Va endi bu konvertni ochib, ichidagi o'zimizga tushgan eksperimentlarni ko'rib olamiz. Day, men birinchi tanladim. O'shaning uchun men birinchi ochaman. Xo'sh. Va Sardorga tushgani bu 3. Demak, Sardorga birinchi raundda 3-eksperiment. Ya'ni mana shu eksperiment tushibdi. Va endi maqsud ochib ko'radi qo'ldagi konvertni. Va menga tushgan eksperiment bu va bu 5. Bu men yaxshi ko'radigan son va demak maqsadga 5-eksperiment tushdi. Va bu mana shu eksperiment. Va qani ko'ramiz, bu eksperiment o'xshaydimi yoki o'xshamaydimi? Va endi navbat men o'zimga tushgan konvertni ochib ko'rishimga va bu konvertning ichidagi To'g'ri, men tavakkal etib ko'raman. Davaychi. 7. 7 deb o'ylaysan. Sanchi? 9 deb o'ylayman. Men o'ylashim bo'yicha 1 va menga tushgan son 1. Va demak menga mana shu eksperiment tushibdi. Va endi bo'lmasa navbat bilan sinab ko'rishga. Va endi navbat Sardorga tushgan eksperimentni sinab ko'rishga va bu eksperiment menga o'xshamaydi. Va buni hozir ko'ramiz. Men bu eksperimentda qanaqasiga sun'iy vulqon yaratishda ko'rsatib berar ekanman. Ya'ni moddalarni bir-biriga nisbatan bergan qarama-qarshi reaksiya. Buning uchun menga bitta stakan yog', rang va vitamin C va suv kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib stakanga yarmigacha suvni to'ldirib olaman. Xo'p, ana endi esa ikkinchi qiladigan ishimiz bu rang solishimiz kerak. Xo'p, qaysi rangga bo'yamoqchisan? Xo'p, vulqon o'zi sabzi rang bo'lgani uchun davayt sabzi rang solamiz. Ya'ni olov rang. Ha, olov rang. Bo'lmasam olov rang. Qizil-ku bu? Mana shu. Qizil solaymi? Ha. A bo'lsa men olov rang dedim. Yog' bilan keyin sabzi rang bo'ladi. Olov rang bo'ladi. Ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz bizda yog' solishimiz kerak. Oy, o'rtoqlar ko'rib turganingizdek, yog' alohida, suv alohida bo'lib qoldi. Ana endi hozir biz vulqon yaratishimiz uchun oxirgi ish, ya'ni mana bu vitamin C ni qo'shishimiz kerak. Hozir vitamin C ni qo'shsam, qanaqadir sun'iy vulqon bilan hozir ko'pik toshib ketadi, nimadirlar bo'lib ketadi. Va endi bo'lsa eng qiziq joyi, ya'ni Sardor o'sha vitaminni soladi. Va albatta solishdan oldin like bosib qo'yinglar, uni o'qishni deb bo'lasizlar. Tayyormisan? Da. Hop, 3, 2, 1. Ket. Qani vitamin? Qaynoq. O'rtoqlar, realni ko'pmi ko'pirishni qara. Da ko'proq solib ko'ramiz. Qani qo'y hamma sol. Ket sol. Bo'l. Burası. Ko'pirishni qara. Va demak o'rtoqlar, Sardorga tushgani o'xshar ekan. Hammalar endi like bosib qo'yinglar. O'zi vulqondek bo'ldi. Non qara, tepada qara ham po'g'ilot.
No, demak bu eksperiment real hayotda ham o'xshar ekan. Va endi bo'lmasam keyingi eksperimentni tekshirib ko'ramiz. Va endi bo'lmasam albat men o'zimga tushgan eksperimentni sinab ko'rishimga va bu eksperiment bo'yicha men mana bu butilkani qo'yaman va Maqsud qo'ldagi qog'ozchani yoqib, ichiga solganimizdan keyin ustiga mana bu qaynatilgan issiqni tuxum qo'ysam, tuxum so'rilib qitib butilkaga kirib qolish kerak ekan. Lekin mana hozir shuni chiqarsanglar, tuxum ichiga kirishi juda qiyin, to'g'rimi? Qattiq udar bilan urish kerak. Lekin biz mana shu ishni qilganimizdan keyin tuxum pulib kirib ketar ekan. Va hozir biz mana shu eksperiment haqiqatmi yoki yo'qmi shuni sanab ko'ramiz. Bundan oldin lekin bitta hop. Ana endi ham to'shni o'xshaydi. Hop, qo'yib turamiz. Boshlanishga mana shu qog'ozchani yoqib, shu bakashning ichiga solamiz. Bakash yonib ketib qolsa-chi? Yonib ketsa ham ko'proq issiq beradi, tuxum tortishiga. Hop. Ichiga soldim. Davay, tezroq qo'ying. Uy! What? Nima bo'ldi hozir? Tuxumni ichiga ko'rasam, nima kirdi? Shuncha so'z kirib ketdi. Biz hozir buni to'shni hammasi almashtirib kechmay sanab ko'ramiz. Va yana men ikkinchi marta urinib ko'rishga, shoshma urinishni oldim, bitta ketadi. Oh, ana endi bunisi yanada yaxshiroq o'xshaydi. Oh, va endi tuxumni qo'yamiz. Uy! Uy, o'xshatsa bo'ladimi buni? Da, bilasizlar, o'rtoqlar, bu nimaga uncha o'xshamayapti deb o'ylayman. Chunki bu butilka emas, bakalashka. Lekin eksperimentni, ya'ni umumiy, ya'ni tepada turgan tuxumni pastga bunda so'lib olishni, ya'ni o'xshatsa bo'ladi. No, shunaqa qilib meni eksperimentimni o'xshatsa bo'ladi va men bu raunddan ball olaman. Va xushvaylar o'rtoqlar. Albatta, like bosib qo'yinglar. Chunki bunaqa eksperimentlarni men yoshligimdan YouTube'da ko'rib kelaman. Va men bularni sinab ko'rish, menga zavq beryapti. Va siz ham tomoshabinlarim men kabi zavq olishni xohlasangiz, hoziroq qo'lni yuqori knopkasini bosing va mening kanalimga a'zo bo'ling. O'zbekcha gapiramiz. Va ana endi eksperimentni tekshirib ko'rish navbati bu Maqsudga va Maqsud hozir o'ziga tushgan eksperimentni tushuntirib, keyin sinab ko'radi. Va menga tushgan eksperiment bo'yicha menga zajgalka bilan ruchka и gugurt kerak bo'lar ekan. Zajgalkani birinchi bo'lib men bu ichini ochib olib, mana bunaqa gaz chiqadigan joyga pastani quyishim kerak ekan. Yoqsam, bu mana bunaqa emas, baland bo'lib yonar ekan. Va ana endi bu eksperimentni sinab ko'ramiz. Ruchkani ochishingiz qilib sindirish va mana siyoh ham chiqdi. Ana endi zajgalkani uchiga biz siyoh tekkizishimiz kerak, ya'ni olov chiqadigan joyga. Mana tegdi. Va biz xuddi videoda aytgandek qoldik. Va endi prosta zajgalkani yoqsa, boyagidan ancha kattaroq yonish kerak. Va qani? Ye? Va yonmayapti. Uy, yondi lekin. Va menimcha o'rtoqlar hozir bu tashqarida bo'lgan uchun uncha o'xshamayotgan deb shuning uchun ham ana endi kerak kiramiz. Kel, qani? Uy, da bo'lyapti. Oy. Demak o'xshadimi? Va demak shunda rostdan ham bu zajgalkani napori kuchaydi. Va demak, Maqsud tushgan eksperiment o'xshadi. Va demak biz tushunsak bo'ladiki, agar mabod zajgalka kerak, mana bunaqa kamgina olov chiqarayotgan bo'lsa, unga prosta siyoh qo'shsanglar, u bir qarashdan ham ko'proq olov chiqarar ekan. Va buni biz tekshirib ko'rdik va o'xshar ekan. Va endi bo'lsam keyingi raundga o'tamiz. Ikkinchi raund. Va endi bo'lmasa navbat ikkinchi raundga va gulumcha albatta like bosib qo'yinglar. Va mayli, ikkinchi raund boshlandi, men sal energiyaga kirishib olishim kerak. Shu ishdan bitta cho'li. So'nggacha konvertlarni tarqat. Va endi bo'lmasa konvertlarni bitta-bitta tanlab olamiz. Va birinchi cho'lib o'zim tanlayman, aytman. Mana shu o'rtagisini tanladim. Mana shu konvert menga. Va Maqsudga 5 ta konvert qoldi, bittasini tanlang. Menga o'zingiz tanlab bering. Diamond mana shunisi. Bu oxirgisini men tanlayman. Hozir mana shuni tanladim. Va endi bo'lmasa navbat bu konvertlarni bitta-bittalab ocha olishga. Ya'ni endi kimga qanaqa eksperiment tushganini ko'rib olamiz. Va birinchi bo'lib konvertni o'zim ochaman va bu son 7 mi 2 ekan. Va ana endi konvert ochish navbati Maqsudga. Va menga tushgan raqam bu 7. Demak Maqsudga 7-eksperiment tushibdi va u mana shu eksperiment. Va endi navbat Sardor o'zini konvertini ochishga va Sardorga tushgan eksperiment bu 9-eksperiment. Va demak Sardorga ikkinchi raundda 9-eksperiment tushdi. Va u mana shu eksperiment.
Va qani endi ko'ramiz. Bizga tushgan eksperimentga o'xshaydimi, yo'qmi? Meniki 100% o'xshaydi. Buni hozir ko'ramiz. Va endi navbat Sardorni ikkinchi raundiga o'ziga tushgan eksperimentini sinab ko'rishiga navbat. Va qani endi ko'ramiz hozir bu eksperiment o'xshaydimi, yo'qmi? Xo'p, u uchun menga mana bu idish, mana bu suv va batareykalar, ikkita batareyka kerak bo'ladi. Men bular yordamida hozir men suvda varyonka yasayman. Qarshi aylana o'rama, suvda o'rama paydo bo'ladi. Ha. No, albatta sizlar uni videosini ko'rgan bo'lasizlar va hozir biz endi ko'ramiz bu eksperiment real hayotda o'xshaydimi, yo'qmi? Aman esa hozir ozgina kuchib olishim kerak. Birinchi bo'lib men idishimga suvni to'ldirib olaman. Aman esa Ana endi oxirgi qiladigan ishimiz ikkita batareykani bitta plus tarafi va bitta minus tarafi bilan ikkala tarafdan birlashtirsam, o'rtada varyonka hosil bo'ladi. Shunda qanaqadir toklar bir-biriga ulanib shunaqa bo'ladimi? Ya'ni to'g'ri suv o'tadi. Suvda aylana hosil qiladi. Nu, hamma yoqni tekshirib ko'rish. Ko'rasanmi, chil bo'lmagan? Men ko'rgan videoda mana bunaqa bo'lgan. Boshda qo'shilib yaxshilab aylantirgan. Keyin srazi magnet qo'ygan, ha? Da. Shunda как будто tepadan qaraganda aylanayotgandek ko'rinadi. No, demak, bu eksperiment fake va Sardor bu eksperiment o'xshamadi. Bu degani Sardor ikkinchi raundda bir balam olmaydi. Bu meni xursand qiladi, конечно. Va endi bo'lmasa men o'zimga ikkinchi raundda tushgan eksperimentchani sinab ko'raman. Va bu eksperiment orqali menga gugurt va baqalo tagi kerak ekan. Men hozir mana shu ikkala narsa yordamida qo'limni tutatar ekanman, bikin. Umrda qilib ko'rmaganman va o'ylashimcha bu eksperiment o'xshaydi. Shuning uchun hozir sinab ko'ramiz. Aytgancha menga Sardor Production yordam berdi hozir. Chunki men bu narsani o'xshashini bilaman. Yoshligimda rosa ko'p qilganman bu narsani. Birinchi bo'lib buni ajratib olib, bizga faqat mana bu tarafi kerak bo'ladi. Demak, biz gugurtni o'sha yondiradigan tarafini o'zini olamiz. Endi buni bitta qayirib turib, mana bunday qilamizda. Mana shuni tagidan gugurt yoqasiz. Buni yonadigan tarafi bu yerda kuli qoladi. Kulini olib turib ishqalasangiz tutun chiqadi. Va albatta o'rtalarini hech qachon uy sharoitida bilan takrorlab ko'rmaydi. Aytib qo'ydim, esichu. Yana yoqing, yana. Uyim sasib ketadi. Va o'rtoqlar ikkinchi urinish va biz davom etamiz. Oho, uyim yoqorsiz shunaqa. Ko'rsangiz, mana sariq tutunlar anaqalar qoldi. Sariq tutun, sariq nimadirga o'xshaydigan narsalar qolgan. O'shani hozir bitta bu barmog'ingizga, bitta bu barmog'ingizga olib turib qattiq ishqalasangiz, bir 20 sekund ishqalab tursangiz, uje tutun chiqishni boshlaydi. Buni hozir ko'ring. Va endi o'rtoqlar shirasini oldim va просто ishqasam bo'ldi. Qiling. Qo'lim orqalab qoldi, chiqaraverib. Bilash mushkullar orqalab qoldi. Qo'lim sasigani qoldi faqat. Bilash. Xullas o'rtoqlar, ikkinchi raundga tugmagashgan ekspert o'xshamadi yoki biz o'xshatmadik, lekin qo'lim hassas o'tkir. Bu hammalar endi bo'lsam keyingi eksperimentga o'tamiz. Va endi navbat Maqsudni ikkinchi raundda tushgan eksperimentini sinab ko'rishimizga. Va bu eksperiment uchun bizga vilka, batareyka, tuz va idish ichidagi suvlar bilan bizga kerak bo'lar ekan va albatta tuxum. Va endi biz bu narsalar bilan qanaqa eksperiment qilishimizni hozir Maqsud bizga tushuntirib beradi. Birinchi bo'lib, men bu suvni ochib, tuzni solamiz va aralashtirib, batareykani solishimizdan oldin tuxum bilan energiya beramiz bu batareykaga. Keyin batareykani sovuramiz. Vilkani solsak, vilka sinib ketar ekan mana bunaqa tishlari. Okey. Hop, biz bu eksperimentni internetdan topganmiz va qani ko'ramiz. Real hayotda bu o'xshaydimi, yo'qmi? Uje energiya beryaptimi tipa? Da. Dayt o'xshab turaman qo'limda. Shu bu. Mana minus taraf, plus taraf. Plus taraf. Bo'lmasa endi plus tarafdan tuxumga qizdirib turaman. Shu bu. Tok o'tirdim tuxum ichiga. Men bu narsani o'xshaydi deb 50 o'ylabman. O'xshaydi yoki o'xshamaydi. Даже 50% ishonmayapsanmi? Da. Okey, hozir ko'ramiz. Va hamma endi bo'lsa tuzni solamiz. Qani endi batareykani beringchi? Batareykani soldik. Okey, uje suv ichida tok aylanyapti. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, eng hayajonli daqiqalar. Hozir yelkamiz portlab, Maqsud yuziga o'xshab kechib qolish kerak. Va o'rtoqlar, qanaqasiga bunaqa bo'ldi? Yo'q, menimcha tuxumda deb bo'ldi. Yo. Kechib qolganini qaranglar. No, okey, o'zi aslida bunaqa bo'ldi.
Ye. No, xullas o'rtalar, demak, maqsadga tushgan bu eksperiment o'xshamadi va ikkinchi raundda maqsad bir balam olmaydi va yutqazishga yaqin keldi. Va hamma nima sani navbat 3-raundga. 3-raund. Va endi navbat finalni 3-raundga. Va 3-raund uchun bizda 3 ta eksperiment qolgan. Va bular mana shu uchalasi va bu juda jiddiy eksperimentlar qolgan. Sizlar menga ishoninglar. Va buni sizlar videoning oxirigacha ko'rsatib olasizlar. Va hamma endi bo'lmasa men o'zim bolalarga konvertlarni ikkidagi eksperimentlar bilan birga tarqataman. Birinchi Sardorga, o'rtagisi menga va bunisi Maqsudga. Va endi navbat tezroq konvertlarni ochib, bizga qanaqa eksperiment tushganini ko'rib, tezroq o'shani qilib ko'ramiz. Qani balkim o'xshab qolsa. Davay, birinchi bo'lib men ochaman. Xo'sh. Bilat. Mana shu aniga. Va Sardorga tushgan eksperiment bu 4-eksperiment. Va demak Sardorga mana shu eksperiment tushibdi. Va endi men ham ochib ko'raman. Va menga tushgan eksperiment bu 8. Mana bunaqa qilsangiz sevgi rishtasi bo'ladi. Va demak men mana shu eksperimentni sinab ko'raman. Va endi Maqsudga tushgan eksperiment bu Va menga tushgan 6. Va demak Maqsudga mana shu eksperiment tushibdi. Va endi bo'lmasam navbat mana shu 3-raundga finalni eksperimentlarni sinab ko'rishga. Va endi navbat biza Sardorga tushgan eksperimentni sinab ko'rish uchun. Va bu eksperimentni biza qorong'ida sinab ko'rishimiz kerak bo'lgani uchun ko'rdinglar o'rtoqlar, kunni ham qorong'i qilib qo'ydik. Bu shabda like bosinglar. Hozir men bu eksperimentda qo'lim yo'qorar ekanman, lekin qo'lim kuymas ekan. Bu eksperimentni sinash uchun bizga dezodorant, mana bu Dezodorant emas, bu освежитель. освежитель, mana bu gel va suv kerak bo'ladi, bo'ldi. Gugurt bilan birga. Va endi bo'lsam boshlanishiga mana shu idish bo'lgan gelni olib suvimizga qo'shamiz. Agar o'xshamasdan qo'lim kuyib ketsa nima bo'ladi? Og'zingga tiqasan qo'ling. Hop, ishsi. Va endi navbat mana shu gelni aralashtirib olishga, ya'ni bu o'zi itak ko'pik chiqadi qari. Va endi bo'lmasam bu eksperiment eng qiziq joyi, ya'ni освежитель qo'yamiz. Ketdik. Mana ko'rasan? Va bo'ldi, ko'pigini ol. Tak. Всё, olding. Давай. Давай yana bitta. Qo'ling kuymaydi siz. Davay ikkinchi raund. Давай. O'rtoqlar ko'rdi, ikkalasi ham o'xshadi va endi 3-marta sinab ko'ramiz va bu safar men o'zim qo'limni ko'pirtiraman. Ichiga sol, suv. Hop, o'rtoqlar ko'rib turganda qo'limni ko'pik va endi Kimada? Yo'q, normal, issiqqina просто. Va albatta o'rtoqlarim hoziroq obuna bo'lib like bosib qo'yinglar va men buni ko'ringlar. Like bosib qo'yinglar. Va endi yana o'rtoqlar 3-raund Maqsudga tushgan eksperimentni sinab ko'rish uchun bog'ga keldik va hammanglar Maqsud mana shu tuproq yerim bo'ladimi? Da, bo'ladi mana shu tuproq. Eng qiziq o'rtoqlar bu yerda nimadirlar ekilgan. Va meni eksperimentimga kerak bo'ladigan narsalar gugurt, spirt, chayniy soda va shakar kerak bo'ladi. Va qum kerak bo'ladi ozgina. Va men ozgina qum va shakarni quyib olamiz qumning ustidan. Va mana Oha, qum ustiga shakar, xo'sh. va shakar ustidan chayniy sodani qo'yish kerak. Bo'ladimi endi? Da, endi spirtni. Hop. Siz mencha endi yoqish kerak? Ana. Mana shu o'xshamaydi o'rtoqlar. Hop. Yonyapti. O'rtoqlar yonyapti bu. Qorayib aylanib ketish kerak edi. Qora narsa chiqish kerak, shunga qarab qolaman. Mana. Ya, mana. O'shdi. Ozginagina qora narsa chiqdi. Men o'ylagandek katta chiqmadi. Вообще-то bu qora narsa ham просто kuygan chiqdi yoki biz nimadir rostdan xato qildik. Menimcha videoda qanaqadir sirli narsa qo'shganda uni aytmagan. Xullas o'rtoqlar internet ko'rgan eksperimentimiz xuddi internet yozilgan narsa qo'shib ko'rganimiz o'xshamadi va demak Maqsudga tushgan eksperiment o'xshamadi desak bo'ladi. Nima deymiz Maqsud? Demak sen borotib olmading. Da. Xo'sh, va endi o'rtoqlarim bu videoning eng qiziq joyi. Ya'ni kim videoni e'tiborli bilan ko'rganini bila olamiz. Ya'ni men bu videoda ataylab 3 ta xatoga yo'l qo'ydim. Kim o'sha 3 ta xatoni topadi? Birinchisi kimdir lifehack sanab ko'rilmadi. Ikkinchisi kim ko'p ball yig'ganini qani ataylab biz ko'rsatmadik. Qani kim e'tiborli bilan kuzatib bilar ekan, kommentariy yozib qoldiringlar. Va 3-xatoni esa biz eksperimentlarni ichida qilganmiz. Hozirroq e'tiborli bilan ko'rganlar o'sha kommentariyga o'tib yozinglar, mana shu uchala xatoni qaysi-qaysiligini va birinchi to'g'ri xatolarimizni topgan odamga va albatta e'tiborli kuzatgan odamga kommentariyalarga men o'zim like bosib tashlayman. Davay aktiv bo'linglar va mendan feedback kutinglar. Va qani ko'ramiz kim bilar ekan, shu bu video orqali kim eng omadsiz odam bo'lganini. Shu bilan videomiz ham tugadi. Keyingi videoda ko'rishguncha chao. Sizlar esa e'tiborli bo'linglar.